Ukrainadagi urush. Zelenskiy ko'p yillik urushni qurish uchun Putin bilan yuzma-yuz uchrashishni taklif qilmoqda. Men uchrashuv o'tkazishni taklif qilaman, dedi Zelenskiy maktubida. Fransiya 24 xalqaro aloqalar bo'yicha muharriri Rochelle Ferguson Boyaxi bizga ko'proq ma'lumot beradi. Zelenskiy yangi ochiq xatida Putinni tinchlik muzokaralariga chaqirdi, asosiy masalalarni yuqoriga hal qiladi. Bu janob Zelenskiy Rossiya 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishini boshlaganidan beri birinchi marta janob Putinga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qildi. Ukraina rahbarining xabarida AQSh ustuvorliklari o'zgargani e'tirof etilishi ta'kidlanib, Tramp ma'muriyati Ukrainadagi mojaroga to'g'ridan-to'g'ri e'tibor qaratilishiga e'tibor qaratishini kutish noto'g'ri bo'lishini ta'kidladi. Men uchrashuv o'tkazishni taklif qilaman, deb yozgan Zelenskiy. AQSh prezidenti Donald Tramp, agar Putin va Zelenskiy uchrashsa, ajoyib bo'lardi, dedi. Ular buni qilishlari kerak, dedi Tramp. Urushni tugatish uchun Putinni qanday yon bosishga undaganligi haqidagi savolga Tramp tafsilotlarni ma'lum qilishdan bosh. Ukrainalik Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar jadvalini aniq belgiga va'da berdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen Gruziyaning Evroatlantika integratsiyasi sobiq vaziri va Sciences-po Paris professori Tornike Gorgadze bilan suhbatlashmoqda. Trampning Erondagi qimor o'yini uni kalxatlar va saylovchilar o'rtasida qolib ketadi. Vaziyat, ayniqsa, AQSh va Eron muzokarachilari o'rtasida o't ochishni to'xtatish rejimini 60 kunga uzaytirish va Eron yadroviy dasturi bo'yicha yangi muzokaralarni boshlash to'g'risida qariyb bir hafta oldin tuzilgan taxminiy kelishuvdan so'ng keskinlashdi. Bu kelishuv Trampning yakuniy ma'qullanishini kutmoqda. Biroq Tramp kelishuvga noma'lum o'zgartirishlar kiritishni talab qildi. Eron rasmiylari ehtimol respublikachi prezident asosiy qurol tizimlari tugashi bilan bombardimon qilishni davom ettirishga ikkilanayotganini hisoblab, bu yangi talablarga rozilik bildirishmayapti. Yaqinda AQSh va Eron tomonidan uyushtirilgan bir qator zarbalar sulhning potensial buzilishi haqidagi yangi xavotirlarni kuchaytirdi. Biroq prezident Germaniya Isroilni qo'llab-quvvatlagani tufayli BMT haroratli kengashdagi o'rinni qo'lga kirita olmaganini tan oldi. Tashqi ishlar vaziri Yogan Vadeful Rossiyani aybladi, biroq Germaniyaning Isroilni qat'iy qo'llab-quvvatlashi uning ovoziga qimmatga tushganini tan oldi.